yuzlab, minglab iltimoslarga binoan men 108 texnikasini hozir sizga o'rgataman. Diqqat qiling, qo'lingizga ruchka va varaq oling. Ko'zingizni yumib, chuqur nafas oling. Nima xohlaysiz? Mashina, avtomobil, uy yoki shahar markazidan kattakon 2 etajli uy xohlaysizmi? Ko'zni yumdik, chuqur nafas oldik. Nafasni ushlab turgan holatda o'yladik, 2 etajli uyingizda maza qilib, balkonda ko'pchalar choychalar ichib, bolalarga qo'lingizni silkityapsiz. Pastda juda chiroyli manzarani ko'rdingiz. Bo'ldi, endi havoni chiqarib yuboramiz. Varaqga xuddi shu narsani tushiramiz. Allohim, minnatdorman, shukronalik keltiraman. Meni shahar markazida 2 etajli uyim borligi uchun minnatdorman, minnatdorman, minnatdorman. Ko'p shukur deb bir marta yozasiz-ku, bu yozganingizni 21 kun davomida har kuni bitta vaqtda bir o'tirganda 108 marotaba varaqni o'qiysiz. Albatta, toza kiyimlarda, toza tanada bo'lishingiz juda ham muhim bo'ladi. Bu texnikani 108 texnikasi deyshadi va yuzlab, minglab odamlar 108 texnikasi orqali o'z hayotlarini o'zgartirishdi. Endi navbat sizga. Video yoqqan bo'lsa, albatta yaqinlaringizga ulashing va eng asosiysi, birinchi bo'lib o'zingiz bajarib ko'ring.